Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Trans Jasminni Shahzoda va Maratga bo'lgan fikri keskin tarzda o'zgardi. Marhamat, tomosha qiling. Oy. Men u oilani oila deb hisoblamayman. Shahzoda nima edi? Dizayner. Marat eri, Marat emasmi? Muhammedova bilan Maratni eri xotin deb men hisoblamayman. Это фейковое отношение, мне кажется. Мне не кажется. Это eri xotin deb hisoblamayman, Maratni erkak deb hisoblamayman. Так что hech qachon uyalmayman unaqa odamlardan. Hech qachon uyalmayman unaqa odamlardan. Hech qachon uyalmayman unaqa odamlardan. O'lib qolsam, sizlar ham shu ishni qilishinglarni tavsiya qilardim. A few moments later. Men transvestit. Agar uy olsam, единственный men Marat akadan olaman. Nimaga? Потому что u yerda Shahzoda opaning yuzi bor. Shahzoda opa hech qachon birovni puliga yo'l qo'ymaydi aldanib qolishiga yo yolg'on bo'lib ketishiga. Marat aka ham hech qachon yo'l qo'ymaydi birovni aldanib qolishiga. Atak uy olsam, Marat akadan olardim men, реально.